Kecha shu taro bilan salondagi ukladka qilish o'rganolmagan bo'lsangiz, hozir sizga oson qilib ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib taroni fensiz qanaqa ishlatish kerakligini o'rganib olamiz. Sochimizni taraymiz, shunda sochimiz taroni ichida qolib ketmaydi. Endi taroni olib sochimizni orqasiga olib boramiz va sochimizni taroga o'raymiz. Bitta o'raganimiz o'zi yetadi. Endi taroni yaxshilab tortib, oldiga tortamiz. Sekin tortishimiz kerak, yaxshilab sochimizni fen bilan qizdirib. Endi fen bilan ishlatib ko'ramiz. Shunday qilib 3-4 marta sochimizni qizdiramiz. Endi sochimizni taroga o'rab qo'yamiz. Har o'rayotganda ozgina to'xtab, fen bilan qizdirib yana o'raymiz. Taroga sochimizni o'rab bo'lgandan keyin shu holatda sochimizni sovitamiz. Sochimiz sovib bo'ldi. Endi taroni to'g'ri yechish ham juda ham muhim. Taroni aylantirib yechamiz. Bir marta aylantirdik, ozgina pastga tortamiz. Bir marta aylantiramiz, keyin yana pastga tortamiz. Aylantirib videodagi yechamiz. Brashga qilingan lokonimiz tayyor. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ployka ham dazmol ham bunaqa katta chiroyli lokon qilib bermaydi. Ukladkalar объемныйroq turishini xohlasangiz, ozginaga biguziga o'rab qo'ysangiz bo'ladi.